Qarshingizda Nuri Elektrik tomonidan ishlab chiqarilgan past kuchlanish taqsimlash qurilmasi. Qurilma asosan transformator podstansiyalarining 0,4 kV tarafiga o'rnatiladi. Aynan bu loyihada KTPP, ya'ni sanoat turidagi transformator podstansiyasini past kuchlanish qismiga o'rnatiladi. Funksional, ya'ni vazifasi jihatidan shkaflarimiz SHNV, ya'ni kirish yacheykasi, SHNS, ya'ni seksionniy yacheyka, SHNL отходящий liniya turlariga bo'linadi. Ko'rib turganingiz SHNV shkafi hisoblanadi, ya'ni kirish shkafi. Bu shkaf asosan transformatordan chiqishda 0,4 ning asosiy shkafi hisoblanadi. Tuzilish jihatidan yacheykamiz tepa qismida releyniy shkaf deyiladi. Bu boshqaruv apparatlari va hisoblagich, shuningdek o'lchov apparatlari o'rnatiladi. Tuzilish jihatidan yuqori qismida releyniy shkaf o'rnatilgan. Bu releyniy shkafda boshqaruv apparatlari va o'lchov apparatlari o'rnatiladi. Bu qismda esa qurilmaning asosiy elementi hisoblangan Chint firmasining havoli o'chirgichi o'rnatilgan. Havoli o'chirgich bu 0,4 tarmoq uchun zarur bo'lgan barcha himoyalarni o'z ichiga oladi. Jumladan qisqa tutashuv, o'ta yuklama va bir fazali qisqa tutashuv ham shular jumlasidan. Mikroprosessorli himoya vositasi xohlagan ustavkada ustavka qo'yishimizni ta'minlaydi. Havoli o'chirgichimizda 0,4 kV ga zarur bo'lgan barcha himoya usullari mavjud. Jumladan qisqa tutashuv, o'ta yuklanish va yer bilan qisqa tutashuv himoyalari mavjud. Bu himoya kattaliklarini keng formatda bemalol o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Mikroprosessorli panel boshqaruvi orqali. Navbatdagi shkaf esa SHNL, ya'ni chiqish shkafi hisoblanadi. Bunda asosan отходящий, ya'ni chiqish kabel liniyalarining himoyasi uchun qo'llaniladi. Har bir liniya uchun alohida Chint firmasining havoli o'chirgichlari o'rnatilgan. Old tarafida esa muayyan tokni ko'rib turishimiz uchun ampermetr, o'chirgich holatlarini ko'rish uchun indikator chiroqlar va boshqarish uchun boshqaruv elementlari o'rnatilgan. Mazkur loyihamizda liniya o'chirgichlari sifatida havoli o'chirgichlardan foydalanilgan, lekin biz buni o'rniga oddiy o'chirgichlarni ham qo'yib berishimiz mumkin. Ichki qismida havoli o'chirgichning o'zi va maxsus klemniklar joylashtirilgan signallarni qabul qilish va jo'natish uchun. Shkaflarimiz xizmat ko'rsatish usuli bo'yicha ikki taraflama hisoblanadi. Ya'ni old qismidan o'chirgichlarni o'chirib yoqish va holatini kuzatish, orqa qismidan esa kabel liniyalarini ulash va holatini tekshirish mumkin bo'ladi. Shu sababdan shkafimizning orqa qismini ko'rib o'tamiz. Kirish shkafimizning orqa qismidamiz. Bu yerda alyumin shinalardan foydalanilgan. Ya'ni kirish shkafimizga kuch transformatoridan alyumin shinalar orqali kirib keladi va o'chirgichimizga ulanadi. Chiqish shkafining orqa tarafida kabel liniyalarini ulash uchun bo'lim joylashtirilgan. Har bir liniyani kabelini olib kelib bemalol ulash uchun joy qilingan. Bulardan tashqari har bir liniyaning tokini o'lchash uchun tok transformatori o'rnatilganini ko'rishimiz mumkin. Nuri Elektrik sizning loyihalaringiz asosida har qanday murakkablikdagi past kuchlanish qurilmalariga yechim bera oladi.